Bundan da osonti yo'q. Xren bor-ku, xren. Ana salatlarning ichiga mana rasm bor-ku, mana xren. Ha, bariga. Salatning ichiga tiqadi-ku. Shuni tomiri bor. 300 grammini oling, ustidagi pustlarni olib tashlang, yuving, tozalang, qirg'ichdan o'tkazing. Ha? O'tkazdingiz, 300 grammini. O'shanga 1 litr asalga tiqing hammasini, aralashtiring. O'shani bir choy qoshiqdan 2-3 mahal yeb yuring. Вообще udar. Shamollamaysiz, grippon bo'lmaysiz. Yo'q, mana imbir. Imbirni sokini chiqaring, bir choy qoshiqdan iching 3 mahal, yoki sokini chiqarib asalga aralashtiring. Vo, hop deng, ko'zini o'yoradi bor-ku. Ishoning, gastritis bo'lmasa bo'ldi. Вообще, zo'r, immunitetga вообще zo'r, вообще zo'r bor-ku. Bolalarga ham yediring, kerak bo'lsa yedira olsangiz. Tushundingizmi? Yo xrenda tomiri, yo imbir. Ko'zini chiqarib yuboradi. Tushundingizmi? Вообще baqirtiradi. O'ylamang, cho'tki bo'la hammasi.